Telefonimiz xotirasi 128 GB. Batareya yongisini ko'rsatadigan bo'lsak, 87% tashkil qilyapti. Telefonimiz o'zini ko'rishingiz mumkin. iPhone'dan 12 Pro deb nomlangan model. 128 GB xotiraga ega bo'lgan 87% ushbu apparatimizni ko'rishingiz mumkin. Menimcha yoqimli holatda. Narxini ish bildiganlar uchun $190 ga berib yuboriladi. Ushbu telefonimiz alishgan joylari bor. Alishgan joylari qiziq bo'ladigan bo'lsa, videoni oxirigacha ko'rsangiz bir chetdan ko'rsatib o'taman. Ushbu apparatimiz Namangan shahar Texnobash 84-do'konimizda turibdi. Nalishingda bor. Faqatgina bir dona. Bunaqa narxdagi telefonlarni ko'rib bilib sotib olishni xohlasangiz ushbu kanalimizga obuna bo'lib qo'ying. Kuzatib turishda davom eting. Telefonimiz albatta FS'lari ishlaydi. Turtollari ham mavjud. Alishgan joylariga keladigan bo'lsak, ushbu telefonimizda remont qilingan, akkumulyatori, kamerasi va displeyi albatta hamma joyda original, o'ziga tegishli zibros qilib olib qoldik yaqinda. Arzimagan foydasiga berib yuboryapmiz. Kimga qiziq bo'lsa, tezda aloqaga chiqib qo'ysanglar bo'ladi. Sababi bir dona qolgan. Keyin voy sotilib ketib qoldimi, ulgurmay qoldimmi demaslik uchun hozirdan harakat qilib qo'ysangiz ham bo'ladi. Ishlatib qo'yishga arziydi. Holat original holatda ko'rishingiz mumkin. Вообще masla deydi, xuddi shunaqasi. Faqat bir dona shu sababdan shoshilishga maslahat beramiz. Bizning manzil Namangan shahar Texnobash 84-do'kon, sizlarni do'konimizda kutib qolamiz.